Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunday gigant qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun videomizni Namangan tumani o'sha Arzonchilar qishlog'i, Teporon qishlog'ida video syomkamizni olib boryapmiz. Akalar, bugungi bir dona mana shu qo'chqorimiz bor edi, o'shani sizlarga nimalaringa ilindik aka-ukalarimizga. Akalar, qo'ylarimizni bo'yvaslari 90 pilyusga olaverasizlar. Metrimiz yo'qdi, shuning uchun uzr. Hop. Buni egasida metrlab olib kelgan edim, shuning uchun 90 ga olaverasizlar. Hop. Orqoshlari ham kelgan joyida. O'zi simjun, mana tulab tushib ketadigan sortidan akalar. Quloqlari ham 20 pilyus, mana shalpon quloqidan. Hop, bitta shoqi tushib ketgan. Bitta shoqi qimirlab mana tushib ketadigan sort. Hop, kega akalar, mana to'shlarini qarang. Tuyoqlarini qarang, to'shlarida jonivor mana simjun, mana garbonos ko'ring. Mana yoshi ham akalar, mana realni olamiz. Ishini mana qo'zi, mana yaqinroq olib keling, yaqinroq. Qo'zi mana jonivor. Haqiqiy yeb ichiga bir hafta garantiya. Hamma ma'lumotini, telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qiziqqan aka-ukalarimizga bir dona haqiqiy mana kelishgan narsalar jonivor. Haqiqiy qo'yga qo'shib zot olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Shoshilib qolamiz akalar. Hammani shunday uyda chorvasiga baraka bersin, shunday qo'ylar boqishlik nasib qilsin akalar. Bittadan like bosib, otangga rahmat deb qo'ying.